Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu bizning 20-qismlik darsimiz. Bu qismlik darsimizda men nested loop to'g'risida to'xtalmoqchi. Asli loopni bir qator tugatgan, lekin men oldin qismlik darsimizda shu nested loop degan menda changlashgan aylanma degan gap. Loopning ichida loop demakchi. Aylanmaning ichida aylanmani nested loop deydi inglizcha. Men shu nested loopni oldin qismlik darsimizda, ya'ni 19-qismlik darsimizda men misol so'zlaganda for each loop deb xato tushundirgachga men shuni o'rniga men shu haqida to'xtalmoqchi. Men nested loop deyman deb for each loop deb xato yozib qo'yibdim oldin qismda. Uning ostiga inkas shaklda tushuntirish berdim. Shunday bo'lsa, 20-qismlik darsimizda shu for each nima nested loop to'g'risida bir tafsiliy bir tushuncha o'tay. Ona degan biz array degan, ya'ni biz to'liqsiz degan sonlar marg'ilqi degan hukmga o'xshash arrayni to'xtalamiz Java'da. Bu bek muhim hukm array. Arrayda biz ondan keyin for each loop kelamiz. Men oldin qism degan for each loop degan atalg'u array kelamiz. Undaq bo'lsa, degankisi nested loop. İngilizce nested loop deydi. Yoki loop ichidagi loop. Nested loop. Oldinda men ismni 3 bulan shaklda besib chiqarish yoki yulduz belgisini 3 bulan shaklda besib chiqarish to'g'risida so'zlagan. Şunun misalını. O nested loop to'g'risida men uni xato oldim dedim. O 19-qismlik darsning 4 minut 56 sekund shundaroq yerda men xato oldim. O for loop emas, shuni tuzilgan nested loop. Endi nested loop degan mayli for loop ishlataylik, while loop bo'lsin, do while loop bo'lsin, qaysini ishlasak, ashning ichiga yana o'xshash bir loopni solsak, bu nested loop bo'ldi. Masalan, for loop, chunki for loop ko'pincha ishlatamiz-ku. For loop'ning sintaksi shunaqa. Masalan, bu yerda bir boshlang'ich bor. Boshlaymiz bu yerda. Masalan, int i tang 0 deb 0 dan boshlab aylandi deb boshlaymiz-ku. Buning sintaks. Buni inglizcha initialization deydi. Initialize deganning buni bek murakkablashtirib o'tmayman. Masalan, ko'pincha inglizcha o'qigan bo'lsanglar, bu yerga bir qanday boshlanma, bir boshlaymiz o'sha yerda. Ondan keyin bu yerga bir shart bor. Shart yozamiz. Ondan keyin miyaga nima yozamiz? Increment yoki decrement yozamiz. Oshirma yoki kamaytma degandek. Increment yoki decrement. Ishga qo'shash, ishga ilish degan shu increment decrement. Masalan, bu bir sintaks oldi-ku endi. Mushning ichiga, mush sintaksning ichiga qanda yana bir sintaks olsak, o'z o'xshash bir sintaks bu nested loop bo'ldi. Loopning ichidagi loop bo'ldi. Buni hamda bunda ham yozmay, bir amaliy misol olsam, amaliy misol ishdan burun tushuntirib o'tay mana. Ma sirtidagi loop ma bu. Ma ichidagi loop shunaqa. Miya kod yozsak, bu kod nima bo'ldi desanglar? Ichidagi kod buni inner loop deymiz, ichidagi loop. Inner loop uchun kod yozamiz bu yerga. Undan keyin buning teshig'iga yoki miyaga outer loop deydi inglizcha. Sirtidagi degan gap. Sirtidagi loop. Shuni kodni yozamiz. Buni men misollab yozib qo'ygan. Shunaqa. Hozir bir amaliy misollab yozib qo'yay. Masalan, beshqur 3 bulan shakldek yulduz belgisidan keyin qanday chiqqan to'q initialization degan shu boshlang'ich, ya'ni boshlaymiz bir 0 dan boshlab aylandi deb.
For loop'ni tushungan bo'lsanglar, for loop darsini tafsil ko'rsangiz bo'ldi. Ondan keyin bir condition va bir shart va u shart nima? Mushu ay qayergachilik biz 5 qur deb shart buni qarshilab berdi, mana yozsa deb shart. Masalan, shu shartni bir yozib olaylik. Shartni manchi qurni row deydi inglizcha. Masalan, 6-qurgacha deydi, 6 qurliq. Mushu shu qanday shart olgan bo'lsa, shu yergacha. Shuningdan qanday? Kichik yoki tang. Shuni o'ziga oldim, 6-qurgimi. Undan keyin increment. Mana bu outer loop mana bir loop. Endi sirtqi loop mana. Sirtqi. Buning ichiga bir loop yozsak, uni men bayam degandek inner loop bo'ldi. Hamda rostini demsak bo'lmaydi, qarindoshlar kompyuter mashg'ulotdan inglizchani ishlatmay, sap uyg'ur tilida ishlatmay deyish. Hozir hamda reallikqa uyg'un kelmay qoldi. Shuning ba'zida men ingliz atalg'ini ishlatishga majbur bo'ldim. Chunki sizlarmi xizmat topsanglar, kompyuterni uyg'urcha shirkatlardan hozircha xizmat deb shunlarni atayin. Hamisha uyg'urcha atilgan. Shunga inner loop, outer loop deyapman. Men buning ichiga bir loop yozsam, for loop. Ichidagi for loop qayergacha oldi desanglar, uning bir boshlang'ich oldi. U boshlang'ichni ay desak bo'lmaydi, chunki ay deshik hisob menga ishlatib bo'ldik uni. Shunga u deb qo'ysak ham bo'ldi. Ismi ma'lum cho'qim ay deb bilishni hech yo'q dedim bu. Yaponiya yoki Urumchi deb bilib hech qisi yo'q ismiga. U endi ko'pincha J deb oladi. Buning o'zimi qanday? 0 dan boshlandi deb qo'ydim. 1 dan boshladi desanglar mayli. Mush qanchadan boshlansa shunchadan. Masalan, mana 1 dan boshlasak, mana qanday? 1 dan boshlandi. Degandek. O'zini belgilab olsak bo'larchi. Bergan talab asosan. Mushu kichik aktam nimadan? Ma'nodan mishagicha. Oldin qitim o'tgan-ku. Qanchinchi qurib olsa shunchalik. Ana degan. Chain increment shunaqa. Ham diqqat qilsanglar, miyaga ma'noni yozmoqchi bo'lgan qurni yozamiz. Kodni. Masalan, ichida qanday qilmoqchi? Yulduz belgisi. Hem tishiga yoki miyaga qanday outer loop ma'noning kodini yozamiz. Buni qurib tashlash uchun qanday bekalam qo'yib qo'ymas. Buni men qilsak tik qurib chiqib oldi. Nima chiqadi deganda men yana println deb qo'yibman. Mana 3 bilan shaklda chiqdi demakchi. Bo'shliq qilmoqchi bo'lsam miyaga qanday bir boshliq qo'ysangiz bo'ldi. Orliq bilan chiqaramdi. Mana shu nested loop yoki chunky loop chunky aylanma desak bo'ldi, ham chunky ichiga kirgan demakchi-da. Shuni nested deydi. Ham buningga yana bir misol bersam. Nima bir misol beray? Masalan, 5 qator va bir qatorda 10 dan bor degandek-chi. Yoki 100 qator bor degandek. Masalan, yana bir misol olay. Armiya debchi. Army deb qo'yay. Army. Army. Masalan, armiya bir qator deylik. Qator yoki bir gruppa. Bir gruppada jami necha grup bor? Masalan, 5 grup bor. Bu her bir grupda qancha askar bor? Askar 10 askar bor.
Dasım muşning qanda loop bilan shu nested loop bilan ifodalaymiz hamda ko'z uchunchi. Masalan, while loop bilan ishlasak bo'ldi, do while loop ishlasak bo'ldi, lekin for loop qanda night redlik o'g'achqa, hamın bir qo'rg'lam yozg'ili o'g'achqa shartini initialize boshlang'ichni va incrementni. Shuni ko'pincha joylarda for loop ishlatamiz. Dars boshlandi. Qanda I deb ilib oldik. P deb ilolaymoqdim. Hech qisi yo'q, P o'zim bo'lardi. Cho'qim I bo'lishini hojat yo'q. Bitan ber, chunki birinchi qatordan boshlandi, birinchi guruhdan 0-guruhga digilmaydi. 0-guruh desam ham bo'ldi, endi muhim emas-ku. P mushun qayergacha? Ustiga outer loopga, ya'ni sirtidagi aylanmaga bizningki shu qancha askar bor bir nimadan shuni yozaylik. Bir guruhda qancha askar bor degandan. 10 askar bor-ku. Askar sonichilik. Mushuni o'ziga olsin, o'rnimi. Bundan keyin yani I deb ketibdi. Increment. Bunun ichidagisi qanda? Ichidagi loop hamda. Ichidagi loopga ash grupini alsak, uni başlay, mesela W da qo'yay. Uni W da başlasam bo'lardi. Bu W nagicha qimmatlash doirasi ashu guruhining soni ochlik shunaqa. Ana degan W ni qana increment. Hamda ichiga kod yozamiz buningki. Loopning ichiga kod yozamiz-ku. Ichkining kodga grup soniga mesela grup soni W deb nima deb oldim-ku. Aylandig'ini. Hem sirtig'ichi askar P sirtig'ini P deb oldim-ku. Buning boshlang'ichini. Buni men qo'shsam o'tirib mesib mavzuni. Hemen ma nimini anlattım. Qarsanlar. Ma grupida birinchi gruppa 1 2 3 ma chaplashib nima qilib qopti? Chunki biz ma'nining olganda guruhninki miyaga yana bir bo'shliq ilib olsak, undan keyin unda chaplashib qolmaydi yoki o'zligidan chaplashib ilinmaydi demakchi. Hamda masalan ma'ar shiklisini LN ilib olsanglar bir qurlam bo'ldi. Mesela ma'ni qilib LN yozib ma'ni yozmasak nima ishkisini o'rnini almashtirib qo'ya olishayman. Masalan ma'ni grupday ma'ni askarday. Ana askar ikkisini o'rnini almashtirib grup mesela grup
ishki askarlar. Manda alay. Mane 0'dan başlasam. Mana askar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bular nimdik askar? Grup 1'dik askar. Eğer ben mane üstüge yazsam üstüge çıkıdı. Grup 1'diki ben mane qanda grup 1'diki askarlar askar 1, askar 2, askar 3, askar 10, grup 2'diki askarlar mana. Ma bu sirtidagi gruppa, ma ichidagi gruppa demakchi. Mana shu nested loop degani ham shunday. Ko'pincha alasida endi ma'noga o'xshash yulduzni yoki ismni shunday shakl chiqarib degandek so'rash mumkin. Bugungi darsimiz mushakcha. Tushunmagan nuqta o'z asosiy shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.